bu yerda ham temirlar bor ekan, bularni ham qazib olish kerak. Bo'lmasa mer bu konni tekshirishga tushsa, menga oylik bermay qo'yishi mumkin. Hamma temirlarni olib merga olib boramiz. Birinchi mana bu toshlarni yig'ib olish kerak. Qani unda mana bu yer ichkarini qazaylikchi, bu yerda ham temir chiqib qolar balkim. Hamma joyda temirlarni olishimiz kerak. Shuningdek, toshlarni ham yig'ib olishimiz kerak. Mana bu yerda temir bor ekan, yig'ib olamiz. Yana qayerda temir bor ekan? Mana bu yerda temir bor ekan. Keyin esa boshqa joyda temir qolmadi. Endi uyga ketsak bo'ladi. Kamera yoniq ekan. Obunachilar, hozir men kamerani to'g'rilab olay, keyin bemalol salomlashamiz. Kamera to'g'rilandi. Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan men Leo Minecraft. Bugungi videoda yana qishloqimizda bo'lib o'tadigan narsalarni ko'rib chiqamiz. Qanunda siz kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizlar esa videoni boshladik. Qanunda go bo'lar. Mana obunachilar, biz kondan chiqamiz. Xursandligimdan ichimga sig'may ketyapman, chunki menda 9 ta almaz bor. Buni hech kimga berkitmasdan sotib kelishim kerak, chunki bu pullarni men yangi kompyuter olish uchun ishlataman. Qanunda biz uyga borib, narsalarni tashlab, merga olib boramiz. Uyga kirib, sandiqqa solamiz. Almazlarni solib qo'yamiz va oltinni yarmini o'zimga va qolganini merga olib borib beramiz. Yangi kirka sotib oldim. Bu almazni kirka. Polizni yig'ishtirish kerak. Jitilar nima qilyapti? Hoy, jitilar, nima qilyapsizlar? Biz kechki bayramga tayyorlanyapmiz. Mayli, o'zinglar bilasizlar, men ketdim. Mana bu yerda musorlarni ham yig'ishtirish kerak. Keyinroq tozalab qo'yaman. Hozir merga narsalarni olib borish kerak. Mer, mana kondan chiqdim. Endi narsalarni sizga topshirmoqchiman. Menda bor hozir 53 ta mis, 15 ta oltin, 17 ta temir, 2 ta pishirilmagan temir va 24 ta tosh. 12 tasini sizga beraman, 12 tasi o'zimga kerak. Merni gapini eshitdinglar. Uyga borib endi ozgina dam olib olayin. Oylikni esa keyinroq berar ekan. Keyin esa polizni yig'ishtirishni boshlayman. Maza. A few moments later. Maza qilib uxladim. Endi ishni tugatish kerak. Endi mana bu tashqaridagi musorlarni yo'qotamiz. Kerakli narsalarni olamiz. Yangi kirka olgandim. Buni ham joni ozgina ketibdi. Mayli, biz narsalarni oldik. Endi tashqariga chiqib musorlarni tozalashni boshlaymiz. Bu yerlarni ham tezroq tozalash kerak. Mer ko'rsa, aniq ko'yni aynib shu yerda o'lib qoladi. Mana shu yerdan qazib, yerlarni yangilash kerak. Stop, bu nima? O'q narsa. Zinapoyami? Yo'q, nima bu? Meni uyim tagidami? Qanaqa bunker bu? Obunachilar, bu bunkerni kim qurdi? Qachon qurishga ulgurdi? Men axir uyimdan ketganim yo'q-ku, hali shahar hech qayerga ketganim yo'q-ku. Qachon buni qurishga ulgurdi ekan? Tozalab tashlaylikchi, bu kimniki ekan? Kameralargacha bor ekan, bular yangi turibdi. Bu yaqin orada qurilgan bunkerga o'xshayapti. Bu yerda esa oltin eshik. Rostdan oltin ekan. Ochib ko'rishga harakat qilamiz. Qani unda ochishga urinamiz. Ochilmayapti negadir. Obunachilar, bu bunkerning eshigi ochilmayapti. Bu kimligiligini aniqlash maqsadida men adminlarga aytishga qaror qildim. Kompyuterda adminlarga xabar qoldiraman. Adminlar o'qishsa, menga kreativ rejimini bersa kerak. Adminlarga xabar qoldirib bo'ldim. Endi tashqariga chiqib, ana bu bunkerning eshigini ochishga harakat qilaman. Bu juda ham yangi bunker. Hatto temir
yo'llar temir devorlargacha borgan. Ochilmayapti negadir. Mayli o'zimda kung fu usulim bilan tepaman eshikni. Obunachilar baribir eshik ochilmadi. Nima? Iye 5 fe modi bilan ko'rinyapti ichkari. Ichkari ham shunday ekan, bir kaniyani urinib ko'ramiz. Eshik ochildi. Yopilib qoldi. Endi qanaqa qilib chiqaman? Zo'rg'a eshikni ochgan. Endi qanaqa qilib chiqaman? Mayli ichkarini ko'raylik. What the heck? Command block, barrier block. Ularni faqat men kinolarda ko'rgan edim. Obunachilar, sizlar ham men o'ylagan narsani o'yladinglarmi? Bu meni uyimni tagiga hacker baza qurgan ekan. Bu yerda hacker bo'lgan ekan oldin ham. Bu qachon qurishga ulgurdi? Men buni sezmabman. Hackerning qo'lidan hamma narsa keladi. Hatto mana bu bloklarni ham buzib bo'lmaydi. Ismi command block. Bu botqoqlik emasmi? Botqoqlikka ham kamera qo'yibdi. Kompyuterlarni qaranglar, obunachilar. Bu yerdan tezda chiqib ketish kerak. Bu yerda bir chuqur bor ekan, qani tushib ko'ramiz bu yerga. Axir bu qishloqni tagidan o'tgan yerto'lali yo'l-ku. Bu yerga ham kamera o'rnatgan ekan hacker. Qani bir aylanib chiqaylikchi, bu yerga kirmaganimga 7 yil bo'lib ketibdi. Mayli hackerni bazasiga qaytdik. Bu yerdan tezroq chiqish kerak. Eshik ochilmadi. Endi ochildi. Eshik yaxshi ochiladigan bo'lib qoldi birpasda. Endi bu yerdan chiqib kompyuterdan adminlar yozganmikan ko'rish kerak. Tezroq yozganmikan ko'rish kerak. 2000 years later. Obunachilar, serverda egasi menga adminlik huquqini berdi. Endi biz kreativga o'tsak ham bo'ladi. Mana bu inventardagi narsalarni yig'ishtirib qo'yamiz. Endi biz hackerdan ham kuchli bo'la olamiz. Hacker lekin adminlardan ham kuchli bo'la oladi. Mana bu torchlarni ham olib qo'yamiz. Hacker qishloqdan chiqib ketmagan bo'lsa kerak. Qishloqni pulni aylanib qidirishni boshlaymiz. Qishloqni aylanyapman va qishloqni 1 soatdan beri obunachilar charchab ketdim. Aylanib, qidirmagan joy qolmadi. Faqat mana bu orqamdagi uylarni hammasini ko'rib chiqdim. Endi mana bu uylarni ko'rishdan qoldi. Mana bu uyda salom, sizlar yerto'langiz yo'qmi? Yerto'lami? Yo'q, bu uyni tagi ekan. Keyin o'zim ta'mirlab beraman. Uyimizni tagini buzdik. Endi esa o'ng tarafdagi uyni ko'rish qoldi. Bu yerda salom jitil, men uyingni tekshirmoqchiman. Bir dona kravat, boshqa joyda hech narsa yo'q. Yerto'lasi bo'lsa kerak. Kravatning tagida nima bu? Stop. Hoy jitil, seni yerto'lang bormi? Bu yerda ham o'sha men ko'rgan yerto'la ekan. Bu yerda esa hacker. Obunachilar, bu qishloqqa hackerni uyiga berkitib saqlayotgan ekan. Senga mana hackerni ham yo'q qildik. Endi esa bu qishloqiga hacker qancha pul to'lagan bilmadim-u, lekin biz hackerni yo'q qildik. Endi zato bizda adminlik huquqi bor. Endi biz bemalol kreativdan narsalar olib, shitillar bilan savdo qilishimiz ham mumkin. O'sha millioner bo'lishimiz ham mumkin kreativ rejimda, lekin bir oylardan keyin bizdan kreativni, adminlikni olib qo'yadi baribir. Ungacha bemalol ishlatishimiz mumkin. Hammaga xayr obunachilar, videoni shu yergacha ko'rganlar uchun kattakon rahmat deb qolaman. Kanalga obuna bo'ling.